Hammaga salom. Oldingi 4 ta videoda ancha og'ir mavzular haqida gaplashdik. Perfeksionizm, ma'no, ta'lim, o'zimizni tanimizmi degan mavzularda. Bugun bo'lsa biroz yengilroq nafas olamiz, lekin qiziq tomoni shundaki, bugungi mavzu ehtimol hayotingizni ulardan ham tezroq o'zgartirishi mumkin. Bu mavzuda video olsammi, yozsammi, yozmasammi deb biroz o'yladim, lekin yozmasam bo'lmas ekan. Menga bir savol tinchlik bermaydi. Nimaga ayrim insonlarni hamma yaxshi ko'radi? Ular eng chiroyli emas, eng boy ham emas, eng aqlli ham emas, lekin ular kirgan xonada odamlar o'zini erkin his qiladi. Ular bilan 5 daqiqa gaplashgan odam yana uchrashsa bo'lardi deb qoladi. Men uzoq vaqt buni sababini tushuna olmadim. Keyin hayotimdagi eng yaqin odamlarni birma-bir eslay boshladim. Shunda juda g'alati narsani sezdim. Men ularni eng ko'p gaplashganim uchun emas, meni eng yaxshi eshitishgani uchun yaxshi ko'rar ekanman. O'ylab ko'ring, agar sizdan hayotingizdagi eng yaqin inson kim deb so'rashsa, ko'pchiligingiz ikkilanmasdan bitta ismni aytasiz. Qiziq tomoni, ehtimol siz uni har kuni ko'rmaysiz. Balki u boshqa shaharda yashaydi, balki boshqa davlatda. Men uchun ham shunaqa. Eng yaqin insonlardan biri hozir chet elda, boshqa bittasi boshqa shaharda. Ba'zan oylar davomida gaplashamiz, lekin biror muammo bo'lsa birinchi bo'lib unga yozaman. Nega? Masofa emas, vaqt emas, u meni tushunadi. Aniqrog'i, u meni eshitadi. Shunda men o'zimga savol berdim. Yaqinlik aslida nimadan tug'iladi? Birga o'tkazilgan vaqtdanmi? Agar birga o'tkazilgan vaqtdan bo'lganda, u eng yaqin insonimiz katta ehtimol bilan hamkasblarimiz ichidan bo'lishi mumkin edi. Qon qarindoshlikdanmi yoki inson o'zini sizni yoningizda qanchalik tushunilganini his qilgandanmi? Psixologiyada qiziq tushuncha bor. Karl Rogers degan psixolog shunday degan. Insonning eng chuqur ehtiyoji tushunilish. E'tibor bering, maqtov emas, maslahat emas, hatto yordam ham emas. Avval tushunilish. Chunki odam o'zini tushunilganini his qilgan zahoti uni miyasida xavf signallari pasaya boshlaydi. Himoyalanish kamayadi, ishonch ortadi va suhbat kurashdan hamkorlikka aylanadi. Shu sabab men bugun shunday fikrga keldim. Hayotdagi deyarli barcha rollarimiz bitta qobiliyat ustiga qurilgan bo'lishi mumkin. Eshitish. Haqiqiy eshitish, faqat quloq bilan emas, butun e'tibor bilan eshitish. Keyin o'ylab ko'rdim. Biz hayot davomida nechta rol o'ynaymiz? Kim uchundir farzandmiz, kim uchundir ota-onamiz, kim uchundir do'stmiz, kim uchundir ustozimiz, kim uchundir shogirdmiz, kim uchundir rahbarimiz va kim uchundir xodimimiz, kim uchundir mijozimiz. Va deyarli hamma joyda biz bitta narsaga intilamiz. Yaxshiroq inson bo'lishga. Yaxshiroq ota, yaxshiroq ustoz, yaxshiroq rahbar, yaxshiroq do'st. Lekin meni qiziqtirgan savol shularni barchasini yaxshilaydigan bitta ildiz bormi? Agar bo'lsa u nima? Menimcha javob o'ylaganimizchalik murakkab emas, lekin uni bajarish hayotdagi eng qiyin ishlardan biri. Hammasida eng yaxshi bo'lishning yo'li bu eshitish. Haqiqatdan ham eshitish. Bu videoda nima uchun aynan eshitish odamni hammadan ajratib qo'yishini birgalikda tushunishga harakat qilamiz. Bir narsaga e'tibor berganmisiz? Odamlarning ko'pchiligi siz gapirayotganda aslida sizni eshitmaydi. Ular navbat kutadi. Siz gapingizni tugatishingizni kutadi. Keyin o'zini fikrini aytadi. Amerikalik psixolog Stephen Covey juda mashhur bir gapni aytgan. Ko'pchilik tushunish uchun emas, javob berish uchun tinglaydi. Bu gapni birinchi marta o'qiganimda o'zimni esladim. Kimdir menga dardini aytadi, men bo'lsa ichimda allaqachon maslahat tayyorlayotgan bo'laman. Go'yo odamni emas, muammoni eshitayotgandim. Neyropsixologiyada o'qidim va juda qiziq narsani bilib oldim. Inson miyasi o'zini xavfsiz his qilmaguncha to'liq fikrlay olmaydi. Siz bilan gaplashayotgan odam agar siz uni hukm qilayotganingizni sezsa yoki gapini bo'lib yuborishingizni kutsa, yo istehzo qilishingizni his qilsa, uni miyasi himoyalanish rejimiga o'tadi. Bunday holatda odam haqiqatni izlamaydi, faqat o'zini himoya qiladi. Shuning uchun ba'zi bahslar hech qachon yechim topmaydi. Chunki u yerda hech kim eshitmaydi, faqat gapiradi. Psixologiyada bunga aktiv listening, faol tinglash deyiladi. Lekin menga bu unchalik yoqmadi, chunki u go'yo texnikaga o'xshaydi. Menimcha bu texnika emas, bu insonni boshqa insonga bergan eng katta hurmati. Tasavvur qiling, ikki do'stingiz oldingizda turibdi. Siz ular bilan hayotingizdagi eng og'ir kun haqida gaplashyapsiz. Birinchisi telefoniga qarab, davom etyapti, bosh irg'ab qo'yapti. Lekin ko'zlari boshqa joyda. Ikkinchisi bo'lsa, biror marta ham telefoniga qaramaydi. Gapingiz bo'lmaydi, sukutni ham buzmaydi hattoki. Faqat tinglaydi. Qaysi biri sizga yaqinroq bo'lib qoladi? Hech kim sizga buni formulasini o'rgatmagan. Ya'ni
qanaqadir miyangizda layfhak yo'q uni ajratish bo'yicha, lekin miyangiz 1 soniyani ichida javobni topadi siz uchun kim yaqinligini. Chunki inson e'tiborni sezadi, bu biologiya. Shu sabab men shunday o'ylay boshladim. Eshitish bu axborot olish emas, bu odamga sen men uchun muhim ekansan degan deyishdi jim usuli. Va balki shu sababli hayotdagi eng kuchli munosabatlar eng ko'p gaplashadigan odamlar orasida emas, bir-birini eng yaxshi eshita oladigan odamlar orasida quriladi. Lekin shu yerda yana bitta savol tug'iladi. Agar eshitish shunchalik muhim bo'lsa, nega biz uni eng yaqin insonlarimizga nisbatan eng kam ishlatamiz? Nega ota-ona farzandini, rahbar xodimini, ustoz shogirdini, er-xotin bir-birini eng ko'p eshitmay qoladi? Menimcha javob aynan hayotimizdagi rollarimizni ichidan qidirish kerak va eng qiziq qismi endi boshlanadi. Hayotimizdagi har bir rol eshitishdan boshlanadi. Men uzoq vaqt shunday o'ylardim. Yaxshi gapirish munosabatlarni yaxshilaydi. Bugun aksincha deb o'ylayman. Munosabatlarda eng avval yaxshi eshitish yaxshilaydi. Qiziq tomoni shundaki, hayotimiz davomida biz doim rol almashtirib turamiz. Bir joyda farzandimiz, boshqa joyda ota-onamiz, bir joyda shogirdmiz, keyin ustoz bo'lamiz. Bugun xodimmiz, ertaga rahbar, bir inson uchun do'stmiz, boshqasi uchun mijoz, yana boshqasi uchun qo'shni. Hayot rol almashishdan iborat, lekin hamma rollarda bitta umumiy tomoni bor. Ularda hammasi eshitishdan boshlanadi. Farzandni olaylik. Ko'p ota-onalar men seni katta qildim deydi, lekin bolalar katta bo'lganda ular ota-onasidan nima sovg'a olganini emas, bir kun dardini oxirigacha tinglaganini eslaydi. Ba'zan bola yechim izlamaydi, u eshitishni izlaydi. Endi ota-onani olaylik. Yillar o'tdi, farzand ulg'aydi. Endi u ota-onasiga maslahat bera boshlaydi, lekin bir kun to'xtab shunday savol beradimi? Dada, siz nimadan qo'rqasiz? Ona, siz nimadan charchadingiz? Ko'pchiligimiz ota-onamiz yoshini bilamiz, kasbini bilamiz, lekin ularning ichidagi odamni bilmaymiz. Chunki biz ularni ham kam eshitamiz. Ustozni olaylik. Yaxshi ustoz eng ko'p gapiradigan ustoz emas, eng ko'p sezadigan ustoz. Bir o'quvchi javob bermayapti. Hamma ustoz aytgan dars qilmagan deydi. Yaxshi ustoz bo'lsa, to'xtab turib, balki tushunmagandir, balki qo'rqayotgandir, balki kecha uyida nimadir bo'lgandir deydi. Bir xil holat, ikki xil qarash, farqi eshitishda. Va uning ostida ustoz ham ko'pincha, mana bitta o'quvchi ustozga yaxshi o'quvchi bo'lmoqchi bo'lsa, ustoz ong ostida bo'lsa ham ajratadi o'zini eshitadigan o'quvchini. Demak, yaxshi o'quvchi bo'lish uchun ham o'quvchi eshitishi kerak. Endi ustoz, ko'pgina ustozlarning ichida bola uni yaxshi ko'rib qolishi uchun ustoz uni eshitishi kerak. Shogirdni olaylik. Ko'p odamlar ustoz izlaydi, lekin kam odam tinglashni biladi. Bir ustozni yonida o'nlab o'quvchi o'tirishi mumkin. Nega ularning bittasi o'sib ketadi, boshqalari yo'q? Chunki eshitish ham mehnat. Faqat quloq bilan emas, ego bilan kurash. O'zim bilaman degan fikrni bir chetga surish bu. Bu eng qiyin tinglash. Rahbarni olaylik. Ba'zi rahbarlar xodimlardan faqat hisobot eshitadi, lekin yaxshi rahbar hisobot ortidagi odamni ham eshitadi. Balki xodim 3-marta kech qoldi. Bitta rahbar aytadi, yana qana bahona deydi. Boshqasi bo'lsa, nima bo'ldi deb so'raydi. Ya'ni yana qanaqa bahona? Ikkovi ham bir xil mazmunga o'xshash savol beryapti. Yana qanaqa bahona deyapti bittasi, chunki sen oldin kech qolganlaring ham bahona edi, bunisi ham bahona bo'lyapti deydi. Ikkinchisi bo'lsa, nima bo'ldi deb so'raydi. Vaziyatingizni bilishga harakat qiladi. Birgina savol ba'zan ishdan bo'shatishdan kuchliroq ta'sir qiladi. Gallapning yillar davomida olib borgan tadqiqotlari ham shunga yaqin xulosa chiqadi. Xodimlar ko'pincha kompaniyani emas, o'z rahbarini tark etadi. Ko'p hollarda muammo maosh emas, o'zini qadrsiz his qilish, ko'rinmas bo'lib qolish, eshitilmaslik muammo bo'ladi. Xodimni ham olaylik. Ba'zan rahbar gapiradi, xodim ichida yana boshladi deb bo'lgan. Miyasida model qurib bo'lgan. Natijada rahbarning gapini emas, o'zining taxminini tinglaydi. Biz ko'pincha odamni emas, u haqidagi tasavvurlarimizni eshitamiz. Ya'ni oldindan u haqida xayolimizda model qurib, tasavvur yasab bo'lgan bo'lamiz va u gapirayotgan paytda aynan o'sha tasavvurimizni tasdiqlaydigan joylarinigina eshitamiz. Qolgan joylarini eshitmaymiz. Do'stlikchi, shu savolni o'zimga berganman. Mening eng yaqin do'stim hozir boshqa davlatda yashaydi. Yana bittasi boshqa shaharda, Andijonda, bittasi Namanganda. Ba'zan oylar davomida gaplashmaymiz, lekin bir marta qo'ng'iroq qilsak yoki Telegramda yozsak, xuddi suhbatni kecha tugatgandek davom etib ketaveramiz. Shunda tushundim, yaqinlik har kuni ko'rishish emas, har kuni yozish emas. Yaqinlik insonni seni qanchalik chuqur eshita olishda ekan. Ba'zan yoningizdagi odam siz umuman eshitmaydi. Ba'zan 1000 kilometr uzoqdagi inson birgina ovozingizdan kayfiyatingizni tushunib oladi. Mijozni ham olaylik. Ko'p sotuvchilar mahsulot sotishga urinadi.
Eng yaxshilari bo'lsa muammoni tingladi. Chunki odamlar devor teshadigan drill sotib olmaydi. Mana drill mahsulot, drill sotadigan odam men drill sotyapman deb o'ylaydi. Lekin odamlar devordagi teshikni sotib oladi. Menga drill emas, devordagi teshik kerak. Teshish uchun menga drill kerak. Ya'ni muammoni tinglash kerak eng yaxshi sotuvchilar. Mahsulotni va muammosini yechimini sotib oladi odamlar. Buni eshitmagan odam hech qachon yaxshi sotuvchi bo'la olmaydi. Shu misollarni yig'ib qarasam, hammasida bitta naqsh, ya'ni bitta qizil ip bor. Odamlar eng aqlli insonlarni emas, eng yaxshi eshitadigan insonlarni unutmaydi. Va ehtimol hayotdagi eng katta paradoks ham shu. Bizni boshqalardan ajratadigan narsa ko'p gapirish emas, ko'p eshita olishdir. Lekin shu yerda men yana bir savolga duch keldim. Agar eshitish shunchalik muhim bo'lsa, nega biz uni tobora yo'qotib boryapmiz? Bunga sabab faqat telefonlar emas. Muammo bundan ham chuqurroq. Biz muncha eshita olmay qoldik. Shu yerda meni bir savol uzoq vaqt o'ylantirdi. Agar eshitish shunchalik muhim bo'lsa, nega biz uni tobora yomonroq qilyapmiz? Menimcha buni sababi odamlar yomonlashganda emas, dunyo o'zgarganida. Tasavvur qiling, bir necha yuz yil oldin odamlar kun davomida nechta fikr eshitardi? Oilasini fikri, qo'shnisini fikri, bozor, masjid, balki bir nechta kitob, shu bo'ldi. Bugun bo'lsa bir soat ichida yuzlab fikrlarni ko'ramiz. Instagram, Telegram, YouTube, Twitter, yangiliklar, podkastlar, sun'iy intellekt hamma gapiryapti. Qiziq paradoks. Tarixda hech qachon odamlar bunchalik ko'p gapirmagan. Lekin menimcha hech qachon bunchalik kam eshitmagan. Psixologiyada bitta tushuncha bor, kognitiv yuklama. Miyani bir vaqtda qayta ishlay oladigan axborot cheklangan. Agar uni ortiqcha ma'lumot bilan to'ldirsangiz, u chuqur fikrlashni emas, tezkor qarorlarni tanlay boshlaydi. Shuning uchun bugun biz ko'pincha gapni oxirini kutmaymiz. Sarlavhani o'qib xulosa qilamiz, 10 soniyalik videoni ko'rib inson haqida hukm chiqaramiz. Bitta tweetni o'qib butun dunyo qarashini bilaman deb o'ylaymiz. Aslida esa eshitish vaqt talab qiladi, oylab, haftalab, yillab. Yana bir narsani sezdim. Biz ko'pincha qarama-qarshi fikrni eshitishni istamaymiz, chunki miyamiz haqiqatni emas, o'zini haq ekanini tasdiqlovchi dalillarni yaxshi ko'radi. Psixologiyada bu narsa confirmation bias deb atalar ekan. Biz haqiqatni qidirmaymiz. Ko'pincha o'z fikrimizni tasdiqlaydigan dalillarni qidiramiz. Shu sabab ikkita odam bitta voqeani ko'radi, bir xil faktlarni o'qiydi, lekin mutlaqo boshqa xulosaga keladi. Chunki bir xil narsani ko'rmayapti. Har biri o'zi ishongan, istagan narsani ko'ryapti. Miyasi yaratgan hikoyani ko'ryapti. Shunda men o'zimga juda noqulay savol berdim. Men haqiqatdan ham odamlarni eshitamanmi? Yoki ularning gapidan faqat o'zimga kerakli qismlarni tanlab olamanmi? Balki eshitishda eng katta dushman telefon emasdir, shovqin ham emas. Eng katta dushmani bizning egomizdir. Chunki ego tushunishni emas, haq bo'lishni xohlaydi. Va menimcha inson kuchli bo'lgani uchun emas, o'z fikrini vaqtincha chetga surib qo'ya olgani uchun o'sadi. Ehtimol shu sabab Suqrot ham umrining oxirigacha savol berishda davom etgan. Uning maqsadi bahsni yutishmas edi, tushunishga yaqinlashish edi. Shu yerda men yana bitta narsani angladim. Odamlarni hayratda qoldiradigan insonlar ko'p, lekin odamlarni chuqur o'zgartiradigan insonlar avval ularni eshitadigan insonlardir. Bu ehtimol hayotdagi eng katta farqni ham shu hosil qiladi. Siz gapirganingiz uchun emas, insonlar siz yoningizda nihoyat o'zini eshitilgan his qilgani uchun sizni eslab qoladi. Lekin bu meni oxirgi savolga olib keladi. Xo'sh, ertadan boshlab yaxshiroq eshitishni qanday boshlaymiz? Chunki har qanday yaxshi fikr hayotga tatbiq qilinmasa, shunchaki chiroyli gap bo'lib qoladi. Eshitish hurmatda birinchi shakli. Video boshida sizdan bitta savol so'ragandim. Siz uchun eng yaxshi, eng yaqin inson qanday inson? Endi men bu savolga boshqacha javob bergan bo'lardim. Eng yaxshi inson, eng yaqin inson eng ko'p gapiradigan emas, eng ko'p biladigan ham emas. Eng yaxshi inson yonida siz o'zingizni eshitilgan his qiladigan inson. Shu videoni yozayotganimda o'zimni kuzata boshladim. Kimdir gapiryapti, men esa ichimda allaqachon javob tayyorlayapman. Kimdir dardini aytyapti, men bo'lsa maslahat o'ylayapman. Kimdir fikrini tushuntiryapti, men esa qaysi joyiga qarshi chiqishni rejalashtiryapman. Shuni tushundim, men ko'p hollarda eshitmayotgan ekanman. Navbatimni kutayotgan ekanman. Balki eshitishning eng qiyin tomoni ham shu, sukut saqlash emas, ichingizdagi ovozni bir muddat jim qoldirish. Qiziq, biz bolaligimizdan gapirishni o'rganganmiz. Harflarni, so'zlarni, nutqni, notiqlikni, lekin eshitishni deyarli hech kim o'rgatmaydi. Holbuki insonning butun hayoti munosabatlardan iborat. Munosabatlarning sifati bo'lsa, ko'p hollarda biz qanchalik yaxshi eshitishimizga bog'liq. Men sizga bugun endi hammani diqqat bilan tinglang demoqchi emasman. Bu juda oddiy maslahat bo'lardi.
Men faqat bitta narsani taklif qilmoqchiman. Ertaga hayotingizdagi bitta insonni tanlang. Farzandingizni, otangizni, onangizni, turmush o'rtog'ingizni, do'stingizni, shogirdingizni, o'quvchilaringizni, ustozingizni, rahbaringizni, xodimingizni yoki bugun umuman e'tibor bermayotgan bitta odamni va unga javob berish uchun emas, tushunish uchun quloq soling. Balki u sizga yangi narsa aytmas, lekin siz uni birinchi marta eshitarsiz. Chunki ba'zan insonning hayotini katta maslahatlar o'zgartirmaydi. Uni nihoyat kimdir chin dildan eshitgani o'zgartiradi. Menimcha hurmatning birinchi belgisi salom berish emas, rozi bo'lish ham emas. Hurmatning birinchi belgisi eshitish. Chunki siz insonni chin dildan eshitganingizda unga bitta juda kuchli xabar yuborasiz. Sen men uchun muhimsan. Va ehtimol hayotdagi eng qimmat sovg'alardan biri ham shu, odamlarga vaqt berish emas, e'tibor berish. Chunki vaqtni hamma topadi, lekin e'tibor faqat hurmat qiladigan insonga beriladi. Shuning uchun agar bu videodan keyin siz bitta odatni o'zgartirsangiz, gapirishni emas, eshitishni tanlasangiz, menimcha bu video o'z vazifasini bajargan bo'ladi. Chunki odamlarni sizni fikringiz emas, ularni qanday eshitganingiz o'zgartiradi. Rahmat.